Toshkent viloyatida Rossiyada qidiruvda bo'lgan ikkita transport vositasi aniqlandi. Viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berishicha, Qibray tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro G.S. murojaat qilib, uzoq yillar transport vositasini uyda saqlab, ilgari fuqaroligi bo'lmagani, shu sababli fuqaroligi yo'q shaxslarga beriladigan davlat raqami belgisi olgani, hozirda esa O'zbekiston fuqaroligi berilgani sabab transport vositasini qayd etish guvohnomasini almashtirib, boshqa davlat raqami belgisi berishni so'ragan. Ushbu transport vositasiga tegishli ma'lumotlarni va transport vositasini agregat raqamlarini O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining yagona avtomatlashtirilgan hisob tizimida tekshirganda avtomobil 2000-yil 12-mart kuni Rossiyaning Orenburg viloyatida olib qochilgani hamda qidiruvda ekani aniqlandi. Xuddi shunga o'xshash voqea Toshkent tumanida yashovchi fuqaro I.A. bilan ham sodir bo'ldi. U yaxshi niyatlar bilan Gaz 330202 rusumli transport vositasini sotib oladi. Rasmiylashtirish uchun Davlat yo'l harakati xavfsizligi organiga olib kelganida uning agregat raqami O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining yagona avtomatlashtirilgan hisob tizimida tekshiriladi. Tekshiruv ushbu transport vositasi 2011-yildan buyon qidiruvda ekani, uni noma'lum shaxslar Rossiyadan olib qochgani ma'lum bo'ladi. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, transport vositalarining agregat qismlari sotuvchiga pulini berishdan avval tekshirish har tomonlama foydali ekan. Hozirgi kunda har ikki holat bo'yicha to'plangan hujjatlar tegishli xulosa chiqarish uchun tergov idoralariga topshirildi. O'zbekistonda 6 nafar egizak tug'ilgani haqidagi xabar haqiqatga zid. Ijtimoiy tarmoqlarda Termiz shahrida 6 nafar egizak, 4 nafar qiz, 2 nafar o'g'il tug'ilganligi bu O'zbekiston uchun rekord ko'rsatkich ekanligi haqidagi xabar tarqalmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati holatga oydinlik kiritish maqsadida Surxondaryo viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Komil Abduvohidov bilan bog'landi. Bu xabar haqiqatga zid, deydi boshqarma boshlig'i. Termiz shahri va tumanida bunday tug'ilish qayd etilmagan. Oxirgi ko'p farzand tug'ilish hududimizda 3-fevral kuni bo'lgan. Ya'ni Angor tumani To'lqin mahallasida istiqomat qiluvchi yurtdoshimiz 3 nafar farzandni dunyoga keltirgan. Sizning vaqtingiz biz uchun qadrli. Yaqin soatlarda ko'rishamiz. Hozircha esa xayr.